Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aynan mana shu kirib kelayotgan oyimiz Rabiul Avval oyini ba'zi rivoyatda 9-si, ba'zi rivoyatda 12-sida tug'ilgan deyiladi tarixchi olimlar tomonidan. Va dushanba kuni tong paytida Makka-i Mukarrama shahrida amakilari Abu Talibni xonadonida dunyoga kelgan. O'sha mana hozir hajga borayotganlar, umraga borayotganlar biladi, hozir kutubxona qilib qo'yilgan. Kirishliganda qaysidir sabablarga ko'ra kirilmaydi, lekin yoniga borib shu Rasulullohning uylari deb o'sha 50 boshlarimiz tanitadi. Hammamiz yaxshi bilamiz, o'sha Ka'batullohning qarshi tomonidagi chap tomonda joylashgan o'sha tomni yonbag'ridagi uylari Rasul akram sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan uylari hisoblanadi. Rasul akram sollallohu alayhi vasallam tug'ilarkanlar u kishiga Abdurrahmon ibn Avf o'qidiga bir juma alohida bu kishini siyratlarini o'rgandik. Eng boy sahobiy. Eng boy. Insoniyat tarixidagi eng boy inson desa ham bo'laveradi. O'qib o'tdiga, hozirgi eng boy o'sha dunyoni eng hozirgi paytdagi boyidan ham 5 barobar boy inson. Mana shu Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu ta'ala uning onasi Shifo ismli ayol Rasul akram sollallohu alayhi vasallamga doyalik qilganlar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam onalarini homidalik chog'laridayoq otalari Abdulloh Shom safardan, hozirgi Suriya safardan o'sha Makkaga qaytayotib vafot etgan, hammamiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun onalari Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning onalari Omina onamiz Rasul akram sallallohu alayhi vasallam tug'ilganlarida tug'ilishi bilan ham bobolari Abdul Muttalibga odam yuboradilar, ya'ni nabirali bo'ldingiz deganlarda Abdul Muttalib darhol yetib kelib, o'sha marhum Abdulloh o'g'lidan yodgorlik bo'lgan yangi tug'ilgan nabirasini qo'llariga oladi va u kishini qalbiga Alloh taolo ilhom beradida Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga Muhammad deb ism berdi. Muhammadning ma'nosi nima? Muhammadning ma'nosi maqtovga loyiq. Haqiqiy maqtovga sazovor, haqiqatda maqtashga arzigulik, hamma tomonlama go'zal, mukammal, ko'rgan odam havas qiladigan degan ma'nosi bor.